Hozir elektroset yig'layapti. Elektrosetdan pul ber deyapmiz. O, qarzingni ber, qarzingni elektroset, qarz. Bu bizning ofis 3-etaj. Mana tok yeydi. 3-etaj kichkinagina hali ofisimiz, qolgan joylarni ham ko'rsataman. 3-qavat. Mana shit 3-qavatda shuncha tok iste'mol. Mana bu yoqda tok. Bu yoqda Ariston. Mana kelamiz. Mana Ariston. Ko'rdingizmi? Mana bu oshxona. Hamma joy tok iste'mol qiladi. Ketdik pastga. Pastga ketdik. Bu ahvolni qarang. Bu 2-etaj. Mana kiramiz. Mana buni qarang. Mana ko'ryapsizmi? Tok, svet, hamma yoq svet. Mana bu bola ham svet yapti. Mana bu ham, bular ham o'tirganlar ham. Mana bu ahvolni qarang. Bu ham svet tortadi. Azizlar, bu 2-qavat bu. Bu ahvolni qarang, mana. Bu ham svet. Mana bu ham tok qabul qiladi. Bu ham hammasi tok iste'mol qiladi. Bu ahvolni qarang, mana bu yerda qancha lampochka. Bu bizning 1-qavat. Ahvolni qarang, mana svet. Mana bu tokni qarang, mana bu yoqda tokni qarang. Mana iste'mol toklarni qarang. Mana qarang. Har yerda u bola ham tokdan foydalanyapti. Mana ko'ryapsizmi? Hamma tok ishlatgan azizlar. Mana shu yerda ishonasizmi? Общий объемimiz 25-30 kilovat. 30 kilovat kichkinagina do'konimiz iste'mol qiladi. Bizning jamoamiz Vega Plus buni yechimini qilgan. Hozir ko'rsataman. Kelamiz. Azizlar, buni yechimini qilib qo'yibmiz. Yechimini o'zimga ravo ko'rgan narsani buni xalqqa ham, qolganlarga ham ravo ko'raman. Oyiga azizlar 12 million, 10 million svetga pul to'laverib, mana shu yerimizga kelgan. Yana limit deydi, bunaqa deydi. Har oyiga 8 million, 9 million, 10 million bizning jamoamiz faqat shu elektrosetga ishlaydigan bo'lib qoldik. Soliqdan ham elektrosetga ko'p ketadigan bo'ldi. Biz yechimini qildik azizlar. Ajoyib firma. Biz o'zimiz ham o'rnatyapmiz, ham sotyapmiz. Bu quyosh batareyasidan, bu akkumulyatori, mana bu miyasi, ya'ni invertori. Bu 10 kilovat. Svet o'chganda buni o'zi bemalol bizga yetkazib beryapti. Bu 30 kilovat. 30 kilovatlik bu faqat sotyapmiz. Hozir elektroset yig'layapti. Elektrosetdan pul ber deyapmiz. O, qarzingni ber, qarzingni elektroset, qarzingni ber. Hozir miyasini qotiryapmiz. Qarzlarni bera olmayapti elektroset. Pullarni dang elektrosetga taylayapmiz. Azizlar, qisqasi quyosh paneliga o'tamiz. Eng chiroyli narxlarda biz o'rnatib beramiz. Quyosh panellari o'rnatib beramiz. O'zbekistonda xohlagan joyiga o'rnatib beramiz. Buni Xitoy hamkorlar bilan yo'lga qo'yganmiz. Azizlar, kimga quyosh panellari kerak bo'lsa, Vega Plusga ushbu raqamlarga murojaat qilasiz.